Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va abituriyentlar. Demak, matematika fanidan 25 may kuni, demak, ikkinchi smenada o'tkazilgan sertifikat savollari tahlilini ko'rishni boshlaymiz. Demak, bu savollar Ruslanbek o'quv markazi tomonidan tuzib chiqilgan. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. 33 va 35 masalalar, ya'ni bu moslashtirish masalalariga kelib qoldik. Xo'p, demak 33 masalaning yechimini ko'rishdan boshlaymiz. 33 masalada xo'p, rasmda uchlari mana shu nuqtalarda, ya'ni koordinatalarni yozib qo'ydim bu yoqda. Shu nuqtalarda bo'lgan trapeziya tasvirlangan. Xo'p, rasmini ko'rasizlar mana bu joyda. Demak, 33-masalada shu trapetsiyani, ya'ni shu to'rtburchak yuzini topish talab qilingan, ya'ni mana shu shakl yuzini topishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi o'rinda bu trapeziya deb qaraydigan bo'lsak, buni yuzini topib olish uchun nima kerak bo'ladi? Mana bu yoqda yozaman. Demak, 33-masalani javobini S barobar A plus B taqsim 2 ko'paytirilgan H formula bilan topardik. Mana bu trapeziyani yuzasini. Bu uchun bizlarga mana bu yoqdan A kerak, B kerak va H qiymat kerak bo'ladi. Shularni topsakgina yuzani topa olishimiz mumkin. Xo'p, A bilan B'ni qanday topsak bo'ladi? Koordinatalardan foydalanaman. Demak, mana bu A ni koordinatasini shundoq mana bu yoqqa proyeksiyalasak, buni koordinatasi mana x o'qida -3 turibdi. Demak, D koordinatani ham mana bundoq qilib mana proyeksiyalab oladigan bo'lsak, xo'p, buni koordinatasi mana bu yoqda mana 9 bo'lib turibdi. Endi A va D nuqtalar orasidagi masofa mana bu yoqda 3, bu yoqda 9 bo'ladigan bo'lsa, jami mana bu AD asosi o'zi 12 ga teng bo'lib qoladi trapeziyani. Xo'p, B va C uchi orasidagi masofani ham xuddi shunaqa topib olsak, bunda demak x -1 turibdi. Demak, bu C nuqtani x bo'lsa 3 turibdi. Bular orasidagi masofa mana bu yoq 1, bu yoq 3 bo'ladigan bo'lsa, jami hisobda 4 bo'lib qoladi, kichkina asos. Ya'ni BC ni uzunligi. Xo'p, endi bitta parametr qoldi, u ham bo'lsa, buni balandligi. Mana bundoq tushirib oladigan bo'lsak, ya'ni H qiymatini topib olsak, shunda demak, yuzani topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, e'tibor beraylik. Mana bu yoqda -1 o'zgarmaydi. Mana bu nuqtani koordinatasini kelinglar birorta bir T nuqta deb olsam, shu -1 demak y bo'lsa, xo'p, y koordinata mana bu yoqda mana ikkiligicha o'zgarmaydi, chunki mana bu to'g'ri chiziq o'zi y teng 2 to'g'ri chiziq. Mana bu bo'lsa x teng 1 to'g'ri chiziq bo'ladi agar bunday to'liq proyeksiyalasak. Demak, mana buni y ning koordinatasi 2 bo'lib turibdi. Endi e'tibor beringlar, mana bu T va B nuqtalar orasidagi mana bu masofa shu balandligiga teng bo'ladi. Xo'p, buni qanday topa olishimiz mumkin? Mana bu 2 plus 2 ildiz ostida 3 plus 2 bo'lsa, mana bu 2 koordinata bo'lsa, bular orasidagi masofa demak 2 plus ildiz ostida 3 dan mana bu 2 ni ayirib tashlasak, 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni y koordinatalarini ayirib topdim. T va B nuqtalar koordinatalarini ayirdik y dagi. O'rnak keltirib qo'yamiz. Demak, S barobar A ni qiymati 12 chiqdi. B ni qiymati bo'lsa 4 bo'lib qoldi. Taqsim 2 ko'paytirilgan H qiymati 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'ldi. Qisqartirib oladigan bo'lsak, 16 ildiz ostida 3 degan javob kelib qoladi. 16 ildizda 3 bu, mana bu trapeziyani yuzasi bo'ldi. Bu javob demak B kalitida turgan ekan. Xo'p, navbatdagi, demak 33 javobini yechimini qildik. Demak, bu yoqda 2 marta yozib qo'yaman. 34-masalani yechimini ko'radigan bo'lsak, 34da ABC to'rtburchakning katta tomoni atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jismning to'la sirt yuzini toping. Endi to'la sirtini so'ragan. Xo'p, mana bu ABC shakli mana bu katta tomon atrofida deyilgan, ya'ni katta tomon bu yoqda AD tomon. Ya'ni AD ning atrofida mana bunday aylantiradigan bo'lsak, natijada ya'ni mana bu balandligi hozir mana bu yoqda chizib oldik. Shu mana bunday mana aylanadigan bo'lsa, tasavvur qilasizlar, mana bunaqa shakl bo'lib qoladi bu. Ya'ni bundoq mana chizib qo'yaman, mana bunday bo'lib qoladi. Taxminan. Demak, bu mana bu tomoni bo'lsa, bu tarafda aylangan hisobiga buni mana bunday tutashtirib qo'yadigan bo'lsak, xo'p, e'tibor beringlar, bu konus bo'lib qolar ekan, mana bu uchi. Ya'ni bu tarafdagi uchi. Endi mana bunday bitta balandlik tushirib olsak, mana bu joydan ham shuni mana balandlik deb tushirib olsak, bu ham bunday aylanadigan bo'lsa, natijada bu ham mana bunday mana aylana chizib qoladi bu tarafdan. Demak, bu mana bunday doirani chizsa, bundoq tutashtirib, mana bu ikkala tarafini ham bundoq tutashtirib qo'yadigan bo'lsak va bu
mana bu ikkitasini orasidagi masofani ham tutashtirib qo'yamiz. Nimaga? Chunki BC ham bunday aylanganda, xo'p, mana buni chizib, ya'ni mana shunday shakl hosil qiladi. Umumiy olib aytganda. Xo'p, endi umumiy qarasak, bir bundoq masalani o'ziga qaraydigan bo'lsak, mana bu konus, mana bu bo'lsa silindr, mana bu bo'lsa ikkinchi konus bo'lib qoldi. Bular to'la sirt yuzini topish uchun e'tibor beramiz. Mana bu konusi yon sirtiga silindri yon sirtini qo'shamiz va mana bu konusi ham yon sirtini qo'shib qo'ysak, natijada hosil bo'lgan figurani sirt yuzasi hosil bo'lib qoladi. Faqat bu yoqda chalg'ib ketmaslik kerak. Mana buni asosiy yuzi qo'shilmaydi. Chunki asosiy yuzi bu sirt deganda faqat ko'rinib turadigan joy bo'lishi kerak. Mana buni demak yon sirt yuzini olib ketamiz. Demak S yon sirtda yozib qo'yaman. S1 qo'yamiz mana buni yuzasini. Mana S1 qo'ydim. Xo'p, plus mana buni yuzasini S2 qo'yamiz. Mana buni yuzasini bo'lsa S3 deb yozib qo'yamiz. Demak, S1 topib olaman alohida. Demak, S1 qiymatini topishimiz uchun e'tibor beramiz. Mana bu koordinatasi mana -1 bo'lsa x, bunisi -3 bo'lsa, bular orasidagi masofa 2. Ya'ni mana bu A bilan T nuqta orasidagi masofa 2 ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, mana bu masofa 2 ilzoslovchi, mana bu masofa 2 bo'ladigan bo'lsa, Pifagordan mana bu AB masofani topib olsak, ya'ni bu konus yasovchisini o'z mana bu yoqdan yozib qo'yaman, PRL. Ya'ni nimaga L topyapman? Chunki yasovchisini topishim kerak, chunki formulada bor-da bu. L qiymatini topib olsak, demak 4 plus 12 ilzosda 16 bo'lsa, mana bu qiymat 4 bo'lib qolar ekan. Demak, radius deb mana bu 2 ilzosda 3 olib ketamiz. Ya'ni trapetsiyani 33-masaladagi trapetsiyani balandligini. Xo'p, pi ko'paytirilgan radius 2 ilzosda 3 ga teng. Bu konusi yasovchisi bo'lsa 4 bo'lib qoldi. Demak, bu 8 ilzosda 3 pi ga teng bo'lib qolar ekan. Birinchi konusi yon sirti. Ana endi S2 ni qiymatini topadigan bo'lsak, S2 ni qiymati bu mana bu silindri yon sirt yuzasi bo'ladi. Demak, silindr yon sirt yuzasi qanday topiladi? 2πr(h) formula bilan topardik. Ya'ni silindr yon sirt yuzasini. Xo'p, e'tibor beramiz. Demak, hozir mana bu silindr radiusi bor. 2 ilzosda 3 o'zgarmaydi mana bu qiymat. Endi silindr balandligini topib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu ikkita nuqta orasidagi masofa qiziq. Hozir mana vaziyatda. Demak, buni proyeksiyalasak, mana bu nuqtani x bundoq mana proyeksiyalasak, mana bu joy 3 bo'lsa, bu nuqtani x bo'lsa, mana -1 turibdi. -1 va 3 orasidagi masofa shu konus balandligiga teng bo'ladi. Demak, bu masofa 4 ga tengligi ko'rinib turibdi. Ya'ni mana bu masofani 4 ga tengligi. Ya'ni mana bu 12 bilan uni ajrashtirib olmaysizlar. Uni endi o'chirib tashlaversak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu masofa 4 ga teng bo'lib qoldi. O'rniga keltirib qo'yaman. 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan r o'rniga demak 2 ilzosda 3 qo'yamiz. H o'rniga bo'lsa 4 qo'yaman. Natijada demak ko'paytiradigan bo'lsak, mana bu 16 ilzosda 3 pi bo'lib qoldi. S2, ya'ni bu silindr yon sirt yuzasi. Demak, S3 topamiz. S3 qiymatini topadigan bo'lsak, S3 da mana balandligi qiymati o'zgarmaydi, 2 ilzosda 3ligi. Endi mana masofani topadigan bo'lsak, shuni birorta bir n nuqta deb oladigan bo'lsam, ni x dagi qiymati o'zgarmaydi mana bu qiymat. Demak, mana bu 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoq 9 bo'lsa, mana bu masofa 6 ga teng. Pifagordan 6 2 ilzosda 3 mana buni gipotenuza qilib topib oladigan bo'lsak, 6 ni kvadrati 36, 2 ilzosda 3 kvadrati, demak 12 bo'lsa 36, bu yoq ilzosda 48. Xo'p, buni ham soddalashtirib yozib qo'yamiz. 4 ilzosda 3 ko'rinishida. Demak, 36 plus mana bu 12 bo'ladigan bo'lsa 48. Shunaqa. Xo'p, S3. S3 ham yozib qo'yaman. Pi R1 L1 deb. Endi bu bundan farqli bo'lish uchun boshqa o'zgaruvchilar bilan yozib qo'ydim. Bu demak pi ko'paytirilgan R1 qiymati 2 ilzosda 3. L1 qiymati bo'lsa 4 ilzosda 3. Xo'p, buni ko'paytiradigan bo'lsak 8 24 pi ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, umumiy bizlarga kerak bo'lgan narsa mana bu edi. O'rniga shunday qo'yib yuboradigan bo'lsam, 8 ilzosda 3 pi 16 ilzosda 3 pi plus 24 pi.
bularni qo'shadigan bo'lsak, hop, 24 ildiz ostida 3 pi plus 24 pi. Endi masala shartida mana boshida ko'rdingizda pi ni qiymatini 3 deb oling degan, masalan shartda, ya'ni pi ni qiymatini taqriban 3 deb olib ketamiz. Endi sertifikatda ham ichkarida mana shunaqa ko'rinishda edi. Endi demak bu pi ni o'rniga 3 qo'yib yuboradigan bo'lsak, demak 3 ko'paytirilgan 24 ildizda 3 plus 24 kira 3. Soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak, mana bu demak bu 24, bu 72 ildizda 3 plus 72. Xo'p, bundan 72 ni ham olib chiqadigan bo'lsak, ildiz ostida 3 plus 1 degan javob bo'lib qolar ekan. Bu javob varianti F kalitda turibdi. Xo'p, ana endi navbatdagi 35-masalani yechimini ko'ramiz. 35-masalada ABCD to'rtburchakning katta tomon atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini toping. Endi oddiy qilib aytganda, mana buni to'la sirtini topdik. Endi shu figurani hajmini topsak bo'ldi. Hajmini demak mana bu yoqdan 35 qilib yozib qo'yaman. Hajmini ham xuddi shunaqa, demak V umumiy topish uchun V1 plus V2 plus V3 qilamiz. Demak V1 mana bu konus hajmi. Demak V umumiy V1 mana bu konus hajmini topadigan bo'lsak, 3 dan 1 konus hajmi S asosi ko'paytirilgan h, ya'ni pi r kvadrat h edi. Demak buni topadigan bo'lsak, 3 dan 1 pi r kvadrat h plus mana bu yoqda V2 silindr hajmi. Demak silindr hajmi S asosi ko'paytirilgan h chiqsak, demak bu pi r kvadrat pi r1 kvadrat, demak h1 bo'ladi bu. Endi mana bu konus hajmi, ya'ni S3 qo'yilgan konus hajmini topsak, xo'p, bu ham 3 dan 1 pi r2 deymiz mana buni. 3 dan 1 pi r kvadrat h2 deymiz. Xo'p, qiymatlarni o'rniga qo'ysak bo'ldi. Demak shundan V umumiy teng bo'lib qolar ekan. 3 dan 1 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan. Mana bu birinchi konus radiusi 2 ildiz ostida 3 ga teng. Birinchi konusning balandligi 2 ga teng. Plus silindra o'tdik, mana bu silindra. Ya'ni V2 da shu S2 ga to'g'ri keladi. Xo'p, bu silindr hajmini topadigan bo'lsak, pi ko'paytirilgan radius o'sha, ya'ni 2 ildiz ostida 3 o'zgarmaydi. 2 ildiz ostida 3 ni kvadrati plus 3 dan 1 ko'paytirilgan. Xo'p, R2 mana buni demak, radiusi o'sha o'zgarmaydi. 2 ildiz ostida 3 ni kvadrati ko'paytirilgan. Xo'p, demak h2 ni qiymati mana 6 konus balandligi. 6 ga teng bo'lib qoldi. Demak buni soddalashtirib, mana bu yoqdan demak yozib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yoqdan mana 35-masalada yozib qo'yamiz. Buni davom bo'ladi. Demak V umumiy teng bo'lib qoldi. Demak mana bu. Xo'p, pi bilan pi ni o'rniga mana bu yoqda 3 deb yozib ketdim. Pi ni o'rniga 3 qo'ysak bular qisqardi. Pi ni o'rniga 3 qo'ysak, mana bu yoqda mana buni pi si ham bor. Mana pi bilan 3 qisqarib ketadi. Natijada nima hosil bo'ladi? Mana bu 4 ildiz ostida 3 plus mana buni o'rniga demak 3 qo'yib yuboradigan bo'lsak, mana bu yoqda h qiymatini yozmay ketdikmi? Pi r kvadrat demak h1. Mana bu h qiymatini yozmay ketdimiz. 4 qolib ketibdi. Mana bu yoqda 4 dan bor. Demak 3 ko'paytirilgan mana buni qiymati. Demak 12 qilaylik bittada. 3 kara 4. Pi ni o'rniga 3 qo'ydik. Mana bu 12. Bu ham demak 12 bo'ldi. Plus xo'p, demak mana buni qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, 12 kara 6. 12 kara 6. Xo'p, buni qiymati nechiga teng bo'lib qoladi? Shunda. Xo'p, mana buni kvadrati edi adashmasam. Mana bu xato qilib ketdik. Xo'p, bu 12 kara 2 24 bo'lib qolar ekan mana bu. Demak, V umumiy 24 plus 144 plus 72. Shunda demak V umumiyni yozishim mumkin. Bu ikkalasini birinchi qo'shib olsam 96 plus 144 natijada xo'p 200 necha bo'lib qoladi bu? V umumiy 240 bo'lib qolar ekanda. Demak buni nima qilsak,
oltisini bunga beraversak 150 plus 90 240 ga teng bo'lib qoladi. Bu endi mana bu asosiy joy mana bu joyda. Bu masalan hechda 35 ta. Endi bu yog'i hisob kitob oddiygina o'rniga qo'yib osongina qiymatini topish mumkin bo'ladi. Demak 240 degan javob bu D variantda turibdi. Shunda demak 33ga 33-ga qaysi javob bo'ldi? 33 ga B bo'ldi. 34-masalani javobi 34-masalani javobi 24 qayoqdan yozdik uni? F javob bo'libdi mana. 34-masala F javob. 35-masala bo'lsa mana D javob bo'ldi. Mana shu 3tasi. Xo'p, agar imtihonda kirib chiqqan vaqtlaringizda mana bunaqa ko'rinishda bo'lmasligi mumkin, chunki bu Rustanbek o'quv markazi tomonidan tuzilgan. Bu qo'limdagi hozir, ya'ni savollar Rustanbek o'quv markazi terib chiqqan. Shular qo'yib chiqqan javoblari. Ya'ni bu javob mana shunaqa chiqishi aniq hammasida. Faqat variantlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Ya'ni kimda javoblar mana shuni 240, 72 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 plus 1 va 16 ildiz ostida 3 chiqqan bo'lsa, 33 javob mana bu yoqda 16 ildiz ostida 3 chiqqan bo'lsa, shu to'g'ri hisoblanadi. Xo'p, bo'lmasa navbatdagi keyingi masalalar, ya'ni yozma savollarga kelib qoldik. 36-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 36-masala, ya'ni yozma savollarga kelib qoldik. Yana endi yozma savollarda, xo'p, bu yoqda mana shart chiqib turibdi. Bu shartida sal xatolik ketgan savollar terib chiqishda, ya'ni koeffitsiyentlar mana bunaqa ko'rinishda ichkarida. Hozir mana bu sharti bo'yicha berilganda javob chiqmay qoladi. Koeffitsiyentlar o'zi aslida mana shunaqa, mana kirib chiqqanlardan so'rasangizda aniq bo'ladi shartini. Xo'p, yechimiga o'tsak endi. Xo'p, yechimida. Xo'p, bunda birinchi o'rinda qiladigan ishimiz hozir mana bu ifodani, ya'ni 3 plus 2 ildiz ostida 2 ifodani birorta bir t o'zgaruvchi bilan belgilab olsak, mana bu yoqdagi ifoda shunda 1 taqsim t ga teng bo'ladi. Mana t desak. Bu ifoda bo'lsa, mana bu ifodani kvadratligi ko'rinib turibdi. Ya'ni bu buni mana bunday mana t kvadrat qilib qo'ysak, mana bu ifodani kvadrati bo'lgani uchun bu t kvadrat bo'ldi. Endi mana bu ifoda bo'lsa, mana bu t deb belgilagan ifodamizni kubi oshirsak, mana shu ifodaga kelib qoladi. Shuning uchun mana buni o'zini t ni kubi qilib qo'yaman. Xo'p, belgilashlar kiritib oldik, yana endi yozib chiqamiz. Mana bu t ni kubi minus 7 t kvadrat plus 8 ta t plus 1 taqsim t teng 7 ko'rinishdagi masala ekan. Xo'p, bu t ni ko'paytirib ikkala tarafini t ga ko'paytirib yuboraman. Ya'ni nima maqsadda? 1 taqsimlikdan qo'shish uchun, ya'ni kasrdan qo'shish maqsadda. Natijada t ni 4-si minus 7 t ni kubi plus 8 ta t kvadrat plus 1 teng bo'lib qoldi 7 ta t ga. Bir tomonni yig'amiz. T ni 4-si minus 7 t ni kubi plus 8 ta t kvadrat minus 7 ta t plus 1 teng 0. Tengligiga kelib qoladi. Ana endi mana shu vaziyatda e'tibor berasizlar. Mana bu ikkala tarafini t kvadratga bo'lib yuborishimiz kerak. Sabab koeffitsiyentlarga e'tibor beraylik. 1 minus 7. Mana bu yoqda 8 keyin minus 7 1. Darajalarga e'tibor bersak, t4, t kub, t kvadrat, t va mana bu yoqda t nol'inchisi. Demak, bu ko'rinishdagi tenglama o'z matematikada qaytma tenglamalar deyiladi. Demak, bu tenglamani o'rta haddi darajasiga bo'lib yuborish kerak doim. Ya'ni mana t kvadratga bo'lib yubordik. Natijada mana bu demak t kvadrat minus 7t plus 8 minus mana bu 7 taqsim t plus 1 taqsim t kvadrat ko'rinishda bo'lib qoladi teng 0. Xo'p, e'tibor beramiz. Mana bu ikkitasini bitta guruhlab olaman. Demak, t kvadrat plus 1 taqsim t kvadrat, bu ikkalasini bitta guruh qilib olamiz. Minus 7t minus 7 taqsim t plus 8 teng 0. Endi e'tibor berasizlar. Xo'p, mana bu ikkalasidan mana 7 ni olib chiqsam, mana bunday mana bu yoqqa 1 qo'yaman. Qavsga oladigan bo'lsak, mana plus bo'lib qoladi. Endi bu oddiy narsa. Yana bir qator yozib o'tirmagi. Xo'p, shunda yana bitta belgilash kiritishimiz kerak. Ya'ni mana o'zi ko'rinib qoldi. Mana bu narsani birorta bir y deb belgilash kiritsam, mana bu narsa y minus y kvadrat minus 2 bo'lib qoladi. Endi bu oddiy narsa. O'rniga qo'yib yuboramiz. Demak, y kvadrat minus 2
minus 7y plus 8 teng 0 bo'ladigan bo'lsa, xo'p, davomini mana bu joydan davom ettiramiz. Natija y kvadrat minus 2 minus 7y xo'p, plus 8 teng 0 bo'ladigan bo'lsa, endi bu oddiy kvadrat tenglamaga kelib qoldi, buni ishlaymiz. Xo'p, bu y kvadrat minus 7y plus 6 teng 0 degani bu oddiy ko'paytuvchiga ajraladi. T minus 1 t plus t minus 1 t minus 6 ko'rinishda. Demak, bundan t teng 1 va t teng 6 degan javob y degi, mana buni t deb ketaman. Y deb belgilash kiritdik. Demak, mana bu ham y bo'ladi. Y teng 1 va y teng 6 yechimlar chiqib qoldi. Y deb nimani olgandik? Dastlab ko'rinishda mana bu ko'rinish olgandik. Demak, y o'zi y teng xo'p t plus 1 taqsim t ko'rinishda edi. Shunga tenglashtiramiz. Demak, t plus 1 taqsim t teng bo'lib qoladi 1 ga. Birinchi holat. Ikkinchi holat, t plus 1 taqsim t teng 6 ga teng bo'lsa, mana buni ishlaymiz birinchi holatda. Mahraj beraveраman. T kvadrat plus 1 teng t bo'lsa, demak bundan t kvadrat minus t plus 1 teng 0. Xo'p, tenglamani nechta haqiqiy ildizga ega degan, demak mana buni hozir ishlaydigan bo'lsak, diskriminant manfiy. Diskriminant manfiy bo'lsa, haqiqiy yechim topib bermaydi, kompleks yechim topib beradi. Endi masalani shartida haqiqiy yechim deyilgan, shu uchun buni bo'sh to'plam deb ketaveramiz. Endi mana buni ishlaymiz bu tenglik bilan. Demak, bu t kvadrat plus 1 teng 6t bo'ladigan bo'lsa, buni ishlasak, t kvadrat minus 6t xo'p, plus 1 teng 0 bo'lsa, demak bundan diskriminant topadigan bo'lsak, t teng bo'ladi. Ya'ni teng topadigan bo'lsak, aniqrog'i plus minus 3 mana bunday. 3 plus minus xo'p, mana bu narsani o'ziga teng bo'lib qoladi. 3 plus minus ildiz 2 ga. Xo'p, t deb boshida, ya'ni dastlab nimani olgandik? Ya'ni mana ko'rinishi t deb olgandik. Mana buni x-inchisi, aniqrog'i. Shuni x-inchisini t deb olgandik, tenglashtiramiz. Birinchi holatda 3 plus 2 ildiz 2 ning x-inchi darajasi 3 plus 2 ildiz 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi bu ko'rinib turibdi, x teng 1ligi bu holatda. Ikkinchi holatda 3 plus 2 ildiz 2 ning x-inchisi teng. Mana buni minusligi bo'lsa, 3 minus 2 ildiz 2. Demak, bundan x qiymati minus 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana buni minus 1 darajasi, ya'ni shuni 1 taqsimligi, ya'ni qo'shmasi desak ham bo'ladi, mana buni o'ziga teng. Xo'p, ikkita yechim chiqib qoldi, ikkita haqiqiy yechim chiqdi. Demak, masalani A shartida mana bu yoqdan yozaman. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, tenglama nechta haqiqiy ildizga ega deyilgan? Ikkita haqiqiy ildizga ega. Xo'p, B shartida haqiqiy ildizlar yig'indisi, demak, ikkita ildiz chiqdi, 1 va minus 1. Yig'indisi 1 qo'shilgan minus 1, bu demak 0 bo'lib qoladi. Umumiy holatda A shartda ikkita, B shart bo'lsa 0 degan javob bo'lib qolar ekan. Demak, navbatdagi 37-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 37-masala. Xo'p, tenglamani yeching deyilgan 37-masalada ham. Xo'p, bu endi trigonometrik, ya'ni trigonometriya aralashgan tenglama ekan. Xo'p, A shartida tenglama nechta haqiqiy ildizga ega? B shartida bo'lsa, tenglamaning eng katta va eng kichik ildizlari ko'paytmasini toping deyilgan. Xo'p, birinchi tenglamani o'zini ishlab olaylik. Umumiy holatda bu yoqda ikkita ko'paytma bor. Xo'p, ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bitta ko'paytuvchi alohida 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 2 sinus x minus ildiz 3 teng 0. Birinchi. Ikkinchi shartda ildiz 7x minus 4 minus 3x kvadrat teng 0 ishlashimiz kerak bo'ladi. Mana buni ishlaylik. Buni ishlaydigan bo'lsak, demak sinus x teng ildiz 3 taqsim 2 bo'lsa, demak sinus x teng a ni yechimi x teng, demak minus 1 ni kayinchisi, mana bu 1, minus 1 ni kayinchisi ark, demak sinus a bo'lardi. Demak, bu degani sinus qachon ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Demak, 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu pi taqsim 3 degani. Plus pi n da, har pi n da qaytib keladi shuni ustiga.
Demak, ildiz 0 bo'lishi uchun uni ichidagi ifoda 0 teng bo'lsa yetarli. 7x minus 4 minus 3x teng 0 bo'ladigan bo'lsa, minusga ko'paytirib yuborsak, 3x kvadrat minus hop 7x plus 4 teng 0 degani bo'ladi bu. Hop, o'tkazma usuldan foydalanaman. Mana buni 3 ko'paytirib yuborsak 4 da, demak shunda x kvadrat minus 7x plus 12 teng 0 bo'lsa, demak 3 ga ko'paytirib yubordik mana bu yoqda. Hop, bu x minus 4 i x minus 3 degan hop ko'paytuvchilari ajraladi. X qiymatini topayotganda endi 3 ga ko'paytirgandik, shuni 4 emas, 4 ni 3 ga bo'lib yozamiz. Birinchi qiymati 4 taqsim 3. X2 ni topayotganda endi shuni 3 emas, 3 ni 3 ga bo'lib yozamiz 1. Ikkita qiymat chiqdi bu tenglamada 4 taqsim 3 va 1. Hop, bu yoqda trigonometrik tenglama yechimi mana bu ko'rib turgandek, ko'rib turganlaringizdek. Hop, endi aniqlanish sohani olishimiz kerak. O'zi eng nozik joyi mana shu yoqda, misol qiyinligi ham. Ya'ni yozma savolda kelgani ham sababi mana shunda. Demak, aniqlanish soha 7x minus 4 minus 3x kvadrat ildiz ichida bo'lgani uchun 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Hop, minusga ko'paytirib yuborsak, 3x kvadrat hop minus 7x plus 4 kichik yoki teng 0 degani bu. Demak, mana bu nollarni topadigan bo'lsak, mana bunaqa ko'rinishda bo'lib qoldi mana nollari. Ya'ni bu 3 ko'paytirilgan x minus 4 taqsim 3 ko'paytirilgan x minus 1 ko'rinishda bo'lib qolar ekan-da, endi buni oddiy. Xo'p, buni ishlaydigan bo'lsak, demak bu 1 dan katta yoki teng. Endi hozir mana bu holatda intervalga qo'yadigan bo'lsak, 1 dan katta yoki teng va 4 taqsim 3 dan kichik bo'lib qoladi. Ya'ni tenglamani yechimi bo'lsa mana shu oraliqda bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Xo'p, bu nima degani? Mana bu yechimni tanlab olishimiz mumkin. Mana bu aniqlanish sohadan foydalanib. Xo'p, k teng 0 da tekshirib ko'radigan bo'lsak, k ni o'rniga 0 qo'ysak, mana bu k bir xil bo'lsin, ya'ni k tegishli z bu yoqda. Ya'ni butun son. K ni o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, x teng pi taqsim 3 degan yechim bo'lib qoladi. Demak, k ni o'rniga 1 qo'ysak, xo'p, pi dan ayirsak, demak bu oralig'iga tushmas ekan. K ni o'rniga 0 qo'ysak ham, 0 qo'ysak bo'ldi. K ni o'rniga -1 qo'ysak, unda ham demak bu oralig'iga tushmaydi. Demak, faqatgina k teng 0 da mana bu aniqlanish sohani qanoatlantiradi. Trigonometrik tenglamani yechimi. Ya'ni bu pi taqsim 3 bo'lib qoldi. Xo'p, shunda demak x teng 1, x teng 4 taqsim 3, x teng va pi taqsim 3. 3 ta yechim bo'lib qoldi masalani. Nechta haqiqiy ildizga ega deyilgan masala shartida, demak A shartida yozib qo'yaman mana bu yoqdan. A shartida 3 ta haqiqiy ildizga ega. Demak, B shartiga o'tadigan bo'lsak, tenglamaning eng katta va eng kichik ildizlari ko'paytmasini toping degan. 3 ta javob chiqib qoldi. Eng kichigi birligi aniq. Endi mana bu ikkalasini taqqoslash kerak. Pi taqsim 3 degani pi 3/14 ga teng son. Uni 3 ga bo'lib oladigan bo'lsak, 1 dan sal kattaroq son chiqadi. Bu degani pi taqsim 3 mana bu ikkita yechim orasida yotadi degani. Ya'ni eng katta yechim 4 taqsim 3 bo'lsa, eng kichigi 1. Bular ko'paytmasi oddiygina 4 taqsim 3 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bu 37-masalani yozma masalani javobi mana shunaqa ko'rinishda bo'lib qoladi. Navbatdagi 38-masalaning yechimini ko'rishni boshlaymiz. Navbatdagi 38-masalaning yechimini ko'rishni boshlaymiz. 38 da f x funksiyani ko'rinishi mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa va f 3 qiymati 82 va shu funksiya uchun mana bu tenglik o'rinli bo'lsa, A shartida mana bu yoqda mana chiqib turibdi. f 2 plus f 1 B shartida bo'lsa, shu y teng f x funksiyani qiymatlar sohasini toping deyilgan. Xo'p, demak f x funksiyani birinchi ko'rinishini tiklab olaylik. Ya'ni avval B shartlari bajarish uchun. Xo'p, f x funksiyani ko'rinishi aniq. f 1 taqsim x funksiyani ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Ya'ni buni topishimiz uchun x lari o'rniga 1 taqsim x qo'yishimiz kerak. Natijada f 1 taqsim x teng bo'ladi. Mana bu x lar o'rniga 1 taqsim x qo'yadigan bo'lsam, a ko'paytirilgan 1 taqsim x ning n'inchisi plus b ko'rinishda. f x ko'rinishi topildi. f 1 taqsim x ko'rinishi topildi. f x ko'rinishi aniq. Endi mana bu tenglikdan foydalanaman, ya'ni o'rniga qo'yib yuboramiz. Ayniyat qilamiz.
aniqroq qilib aytganda. Xo'p, qo'yib yuborsak. Xo'p, f at x o'rniga a ko'paytirilgan x ning n'inchisi plus b ko'paytirilgan 1 taqsim x f at 1 taqsim x ning o'rniga a ko'paytirilgan 1 taqsim x ning n'inchisi plus b teng bo'lar ekan bular yig'indisi a ko'paytirilgan x ning n'inchisi plus b plus a ko'paytirilgan 1 taqsim x ning n'inchisi plus b ga. Mana buni ochib chiqaylik. Demak, xo'p, buni ko'paytiradigan bo'lsak, mana birinchisi bilan buni ko'paytiradigan bo'lsak, natijada a kvadrat bo'lar ekan, xo'p, bu joyda bo'lsa x n'inchilari qisqarib ketdi. Plus a ko'paytirilgan x ning n'inchisi ko'paytirilgan b bo'ldi. b ga ko'paytiradigan bo'lsak, a b bo'ladi bu yoqda taqsim x ning n'inchisi plus b kvadrat bo'ldi. Tenglikni chap tarafi. Endi mana bu ikkalasidan bu shundoq turaversa mayli. A ko'paygan x ning n'inchisi plus a ko'paytirilgan 1 taqsim x ning n'inchisi plus 2b ko'rinishda bo'lib qoldi bu. Ana endi e'tibor beraylik. Bu yoqda a kvadrat plus b kvadratni bitta qilib yoza olaman. Mana bu ikkalasidan xo'p, a b ni olib chiqadigan bo'lsak, x ni n'inchisi plus 1 taqsim x ning n'inchisi bo'lib qoladi. Tenglik chap tarafida. Bu tarafda bo'lsa a ko'paygan x ning n'inchisi. Xo'p, a ni olib chiqaylik. Mana bu ikkalasidan a bir xil ekan. Shunda demak 1 taqsim x ning n'inchisi bo'lib qoldi plus 2b. Demak, bu boshida, ya'ni dastlabki ko'rinishda bular teng deb aytilgan. Demak, bu ayniyat bo'lishi kerak. Ayniyat degani ikkala tomoni aynan bir xil bo'lsin degani. Mana bu, ya'ni noma'lumlar oldida koeffitsiyentlar tenglashtirsak, a b teng bo'ladi a ga. Endi ozod hadlar a kvadrat plus b kvadrat bilan 2b ni tenglashtirsak, a kvadrat plus b kvadrat bilan 2b ni tenglashtirib yuboramiz. Xo'p, natijada mana bu yoqdan a ni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, xo'p, b ni qiymati 1 bo'lib qoldi. Xo'p, bu tarafda demak b ni qiymati 1 bo'ladigan bo'lsa, pastga keltirib qo'yadigan bo'lsak, shunda demak a kvadrat plus 1 teng 2. Demak, bundan b teng 1 va a ni qiymati plus minus 1 bo'lib qolar ekan. Hozircha mana shunaqa ko'rinishda bo'lib qoldi. Ana endi mana bu ikkinchi shartdan foydalanamiz, berilgan shartdan. Demak, bu tarafdan yozamiz. F at x ni ko'rinishi a ko'paygan x ning n'inchisi plus b ko'rinishda edi. F at 3 desa x o'rniga 3 qo'yib yuboramiz. Demak, bu a ko'paytirilgan 3 ning n'inchisi bo'ladi mana bu. Plus b ko'rinishda bo'lib qoldi. Mana shu 82 ga teng ekan shart bo'yicha. Ya'ni a ko'paytirilgan 3 ning n'inchisi plus b 82 ga teng bo'lib qoldi. Mana shu joyda mana sal nazariy qismdan aytib ketishimiz kerak bo'ladi. B ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, a ko'paygan 3 ning n'inchisi teng 81 bo'lib qoldi. Demak, b ni o'rniga 1 qo'yib yuboradigan bo'lsak, shuni yozib tushuntira qoling. A ko'paygan 3 ning n'inchisi teng 81 bo'lib qoladi, nariga minus bo'lib o'tib. Savol bo'lib qolishi mumkin, a ni o'rniga 1 olamizmi yoki minus 1 mi deb. Agar a ni o'rniga minus 1 oladigan bo'lsak, minus 81, ya'ni a darajasida x minus 81 ga teng bo'la olmaydi, ya'ni 3 ning n'inchisi. Shu uchun mana bu yoqda a ni o'rniga 1 olishga majburmiz. Bo'lmasa mana bu tenglik qanoatlantirmay qoladi, a ni o'rniga minus 1 olsak. Demak, a ni o'rniga 1 oladigan bo'lsak, natijada xo'p, demak 3 ning n'inchisi teng 81 bo'lib qoldi. 3 qaysi darajasi 81? 3 demak 4-darajasi 81 ga teng. Umumiy funksiyani ko'rinishini tiklab olaman. Demak, mana bu ko'rinishda edi funksiya. Demak, f at x funksiyani ko'rinishi a teng 1 bo'ldi. Demak, 1 qo'yadigan bo'lsak o'zgarmaydi. N teng 4 bo'ladigan bo'lsa, x ning 4-chisi, b ni o'rniga 1 qo'yib yuboradigan bo'lsak 1 bo'ldi. Demak, funksiyani ko'rinishi x 4-chisi plus 1 ko'rinishda bo'lib qolar ekan. Endi a shartiga o'tamiz. Demak, a shartida f at 2 plus f at 1 so'ralgan. Demak, a shartida f at 2 plus f at 1 qiymati. Xo'p, demak, f at 2 ni qiymati 2 ni 4-chisi plus 1. Xo'p, 2 ni 4-darajasi xo'p, necha bo'lib qoladi bu? 2 ni 4-chisi 10, demak, mana bu 16 bilan bu 17 bo'lib qolar ekan. F at 1 qiymati. Xo'p, mana buni o'rniga qo'ysak 1 plus 1 2 bo'lib qoladi. Ikkalasini shundoq mana bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 19 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, mana bu a shart.
A sharti javobi 19 bo'lib qoldi. Endi B sharti mana bu yoqdan yozib qo'yaman. B shartida. Demak, funksiyani o'zi bizlarda mana bu B shartida o'zi qiymatlar sohasi so'ralganda. F at x funksiyani o'zi x ni 4-si plus 1 bo'ladigan bo'lsa, buni qiymatlar sohasi x4 bu doim musbat son, eng kichik qiymati 0. Demak, bu mana bu x4 qiymati 0 dan xo'p, cheksizlikgacha bo'lsa, unga 1 qo'shadigan bo'lsak, bu 1 dan plus cheksizlikgacha degan javob bo'lib qoladi. Bu B sharti javobi bo'lib qoldi shunda. Demak, mana bu A shart bo'lib qoldi. Demak, A sharti javobi 19, B sharti javob bo'lsa 1 dan cheksizlikgacha degan javob bo'lar ekan. Demak, keyingi 39-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 39-masalaga kelib qoldik. Demak, 39-masalani yechimi. O'z birinchi shartini o'qib tushuntiradigan bo'lsam, 39da f at x funksiyani ko'rinishi bor ekan, sinus 1 x ko'rinishda. A shartida bo'lsa, funksiya osilasini 1 pi dagi qiymatini toping degan, ya'ni f at ' 1 pi. B shartida bo'lsa, mana g at x funksiyani ko'rinishi mana shunaqa bo'lsa, g at 2025 ko'rinishini topishimiz kerak ekan. Savolingiz mana bu yoqda chiqib turibdi. Xo'p. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda A shart bo'yicha ishlaylik, ya'ni f at ' 1 pi. Demak, funksiyadan hosil olishimiz kerak. F at demak ' x teng bo'ladi. Bu ko'rinib turibdi murakkab funksiya. Shuning uchun birinchi sinusdan hosil olaylik. Sinusdan hosil oddiygina kosinus bo'ladi. Kosinus demak 1 x va ichkaridagi 1 x funksiyadan hosil olsak, demak bu minus 1 x ni kvadrati ko'rinishda bo'lib qoladi. Ya'ni mana f at ' x, ya'ni funksiyani hosilasini topib oldik birinchi tartibda. Endi shuni 1 pi dagi qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, o'rniga qo'yib yuborsak, nima bo'ladi natijada? F at ' 1 pi kosinus, demak mana buni o'rniga 1 pi ni qo'ysak, bu pi ni o'zi bo'lib qoladi. Ko'paytirilgan mana buni o'rniga 1 pi ni qo'ysak, minus pi ni kvadrati bo'lib qoldi. Endi kosinusi pi dagi qiymati. Kosinus bu x o'qi. X demak pi da, bunga aylanib, birlik aylana bo'lsa, x pi dagi qiymati minus 1. Mana buni qiymati demak minus 1 bo'ladigan bo'lsa, bu buni minusi bilan plus bo'lib ketib, ya'ni bunda demak umumiy holatda mana bu minus 1, bu minus pi kvadrat bo'ladigan bo'lsa, javob pi kvadrat bo'lib qoladi. Demak, f at ' 1 pi ni qiymati pi kvadratga teng bo'lib qolar ekan. Bu A shart. Ya'ni pi kvadrat bo'lib qoldi. Endi B shart bilan ishlaymiz. Xo'p, B shartda. Xo'sh, masalan, shartiga e'tibor bersak, mana bu yoqda ikkinchi tartibli osilasi turibdi. Ikkinchi tartibli osilasini topaylik funksiyani. Demak, ikkinchi tartibli osilasi degan mana birinchi tartibli osilasidan yana bir marta osila olish kerak degani. Demak, funksiyani ikkinchi tartibli osilasini topadigan bo'lsak, mana bu narsadan osila olishimiz kerak. Mana bundan aniqroq, mana ko'rinishdan. Xo'p, shunda kosinus 1 x ko'paytirilgan minus 1 x kvadratdan hosil olishimiz kerak ekan. Demak, f at ' ya'ni ikkinchi darajali hosilasi teng bo'lib qoladi shunda. Xo'p, buni ko'paytmani hosilasidan, ko'paytmani hosilasidan emas, buni bo'linmani hosilasidan foydalansak osonroq ekan. Xo'sh. Buni yozib olaylik. Minus kosinus 1 x taqsim x ni kvadrat ko'rinishida. Bundan demak hosil olishim kerak. Xo'p, ayrim bo'linmani hosilasi suratdan hosila kara mahraj. Demak, kosinus 1 x dan hosila kara mahraj minus. Xo'p, bundoq qilamiz. Xo'sh, demak mahrajdan hosila kara surat. Mana bundan demak hosilasini yozib qo'yaman. Mahrajda bo'lsa, mahrajni x kvadratning kvadrati bo'lardi. Ikkinchi darajali demak hosilasini topadigan bo'lsak, yozaman. Demak, mana bu minus. Bundan hosil oladigan bo'lsak, kosinusdan hosila demak minus sinus 1 x. Xo'p, buni ichkarisidagi funksiyadan hosila 1 x kvadrat bo'lib qoladi, faqat minusdan.
ko'paytirilgan mana bu yoqda demak x kvadrat hosilasi bo'ldi, ya'ni x kvadrat o'zi minus mana bunda demak kosinus 1 taqsim x ko'paytirilgan mana buni hosili 2x o'zi bo'lib qoldi. Xo'p, ana endi mahrajda yozadigan bo'lsak, mahraj x ni 4-chi bo'lib qolar ekan. Xo'p, e'tibor beraylik endi mana shu vaziyatda 1 taqsim x kvadrat to'g'ri yozildi mana bu joyda. Demak, f(at) shtrix ikkinchi darajali funksiya. Qisqarib ketadigan nimalar bor? Mana bular demak qisqarib ketar ekan, 2 ta minus, demak plus bo'lib ketdi. Xo'sh, demak mana bu joyda, xo'p, buni x kvadrat yozdik. To'g'ri. Minus, mana bu minusi, xo'p, ichkariga ham ta'sir qildirib yuborsak, mana bu ikkita funksiya o'rni almashadi yoki shuni mana yozib ko'rsataman. Sinus 1 taqsim x bo'lib qoldi mana bu. Minus demak kosinus 1 taqsim x ko'paytirilgan 2x bo'ldi mana bu joyda. Taqsim mahrajda nima bo'lib qoladi? Xo'p, mahrajda x ning 4-chisi bo'ldi. Endi faqat qiladigan ishimiz mana bu funksiyani o'rniga shundoq qo'yib yuborsak bo'ldi. Masalan, javob chiqib qoladi. g(at x) funksiyani ko'rinishi mana bunaqa ko'rinishda edi. Demak, f(at x) funksiyani o'rniga mana buni keltirib qo'yaman. Sinus 1 taqsim x. Xo'p, 2x 2 ko'paytirilgan x kub ko'paytirilgan f(at shtrix x funksiyani o'rniga f(at shtrix x funksiyani ko'rinishi nima bo'lib qoldi? Mana bu yoqda demak kosinus 1 taqsim x ko'paytirilgan minus 1 taqsim x kvadrat bo'lib qoldi. Xo'p, buni yozdik, mana bu narsani. Demak, bu yozildi, mana bu ham yozildi. Endi mana buni yozamiz. Plus x ni 4-chisi ko'paytirilgan f(at shtrix, ya'ni ikkinchi darajali hosilasini o'rniga qo'yaman mana bu joyga. Mana buni eltib qo'ysam, natijada buni demak mana bunday qilib soddalashtirib yozib qo'ya qoling. Mana bu oldidagi minusni bunga ta'sir qildiradigan bo'lsak, o'rin almashadi. Demak, natijada 2x kosinus 1 taqsim x minus sinus mana bu 1 taqsim x taqsim x ning 4-chisi ko'rinishda bo'lib qolar ekan. Ikkinchi darajali hosilasi. Shuni demak o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsam, 2x ko'paytirilgan kosinus 1 taqsim x minus demak sinus 1 taqsim x taqsim mana bu yoqda demak x ning 4-chisi bo'lib qoldi. X ning 4-chilari qisqarib ketdi. Xo'p, mana bu joyda x kub bilan x kvadratni ham qisqartirib yubordik. Natijada nima narsa hosil bo'lib qoldi? Xo'p, qolgan davomini mana bu yoqdan yozaylik. Demak, g(at x) funksiyani ko'rinishi shunda demak dastlab birinchisida bu yoqdan yozib tushuntiraman. Demak, sinus 1 taqsim x funksiya bo'lib qoldi. Plus mana bu yoqda 2. Xo'p, mana buni minusini berib yuborsak bo'ladi buni oldiga. Demak, minus 2. Mana bu yoqdagi minus buni oldiga chiqdi. 2 demak x bo'lar ekan. X kubdan bitta qolib ketdi. Kosinus 1 taqsim x bo'ldi. Mana funksiyaning ko'rinishi. Endi bu yoqda qolgan narsani soddalashtirib yozib qo'yaman. Demak, plus 2x kosinus 1 taqsim x bo'ldi. Minus mana bu. Minus demak sinus 1 taqsim x funksiya. Xo'p, mana ko'rib turganlaringizdek, bu ikkalasi ayrilib ketsa 0, bu ikkalasi ham ayrilib ketsa, demak g(at x) funksiyani o'zi 0 ga teng bo'lib qoldi. Masala shartida, mana B shartida mana bu narsa so'ralgandi. Ya'ni g(at 2025 dagi qiymat so'ralgan g(at x) funksiyani. U demak g(at x) funksiyani o'zi o'zgarmas funksiya bo'lib qoldi, ya'ni 0. Bu x ixtiyoriy qiymatida 0 ga teng bo'ladi. Demak, g(at 2025 qiymatini ham shundan foydalanib aytsak bo'ladi, 0 ga teng bo'lishini. Demak, umumiy holatda A sharti javobi pi kvadrat. Demak, B sharti javobi bo'lsa 0 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, 39-masalani yechimini ham ko'rdik. Demak, navbatdagi 40-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. Demak, 40-masala integralga oid bo'lgan savol. Demak, f(at x) funksiya uchun mana bu ikkita tenglik o'rinli bo'lsa, masalan, A shartida
ifat 1 qiymatini topish kerak. B shartida bo'lsa, ya'ni mana shu ifodaning qiymatini topish kerak. Xo'p. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda mana bu funksiyani hosilasi turibdi. Demak, funksiyani hosilasi turgani uchun uni differensial ostiga kiritib yuboradigan bo'lsam, demak, hosila mana bu funksiyani o'zi birorta bir boshqa narsa berilgan bo'lsa, differensial ostiga integral bo'lib kiradi. Bilamiz, integral bilan demak, hosila o'zaro teskari jarayon. Demak, mana bu f(x) funksiyani differensial ostiga kiritadigan bo'lsam, bu d f(x) o'zi bo'lib kiradi. Ya'ni natijada nima bo'lib qoldi? Integral 0 dan 1 gacha f(x) d f(x) bo'lib qoldi bu. Mana bunday ko'rinishda. Shuni qiymati 0 ga teng ekan. Endi mana bu ikkinchi funksiyadan foydalanadigan bo'lsak, mana bundan, demak, bunda ham f(x) differensial ostiga kiritadigan bo'lsak, demak, bu integral 0 dan 1 gacha f(x) demak, bu yoqda kvadrati bor ekan. f(x) ning kvadrati, demak, differensial ichida bunda ham f(x) bo'lib qoladi. Teng 18 bo'lib qoldi. Xo'p, mana ikkita tenglik yozib olganimizdan keyin, demak, buni sistema qilishimiz kerak, chunki bu bitta funksiya haqida gap ketyapti, shu uchun ikkalasi ham o'rinli bo'lishi kerak. Birinchisidan integral oladigan bo'lsak, natijada xo'p, mana buni darajasiga bitta qo'shilib, daraja asosi yozilardi. Demak, bu f(x) ni kvadrati taqsim 2 bo'lib qoladi. Demak, chegarasi 0 dan 1 gacha. 0 dan 1 gacha bu 0 ga teng. Xo'p, mana bu funksiyadan integral oladigan bo'lsak, xo'p, bunda f(x) ni kubi taqsim 3 bo'lib qoladi makrajda. Xo'p, bunda ham chegara e'tibor beramiz 0 dan 1 gacha. Xo'p, bu 18 ga teng ekan shartga ko'ra. Xo'p, buni demak sistema qilib oldik. Natijada ishlaydigan bo'lsak, xo'p, Newton-Leibniz formulasi, yuqoridagi chegarani qo'yaman va pastdagi chegarani qo'yib ayirib tashlasam yetarli. f(1) qo'ysam, mana bu yoqda mana f(1) ni kvadrati taqsim 2 minus f(0) ni kvadrati taqsim 2, mana bu yoqda 0 ga teng bo'lib qoldi. Mana bu joyda x o'rniga 1 qo'yib yuborsam, demak, f(x) ni, ya'ni f(1) ni kubi aniqrog'i taqsim 3 minus f(0) ni kubi taqsim 3 18 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, ishlaymiz mana buni. 2 ni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, natijada f(0) kvadrat 1 minus f(0) kvadrat 0 teng bo'lib qoldi 0 ga mana bu joyda. Mana bunda demak 3 ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, f(0) kub 1 minus f(0) kub 0 teng bo'lib qoldi 54 ga. Mana shu ko'rinishga mana kelib qoldik. Endi bu joydan f(1) bilan f(0) qiymatini topsak, shunigina o'rniga eltib qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, demak, birinchi funksiyadan mana bundan, demak, f(1) qiymatini f(0) ga bog'lab topadigan bo'lsak, f(1) teng f(0) 0 bo'lib qoladi, birinchi holati. Ikkinchi holatda f(1) teng minus f(0) bo'lib qoladi. E'tibor beringlar, ana endi mana bu birinchi f(1) teng f(0) tengligi oladigan bo'lsak, mana bu 0 ga teng bo'lib qoladi, lekin masalani shartiga ko'ra 54 ga teng bo'lib qoldi. Hisob kitob natijasiga ko'ra. Demak, shu uchun mana bu tengligi olmay ketamiz. Faqatgina mana buni olib ketamiz. Demak, f(1) teng minus f(0) deb ketishimiz kerak ekan mana bu joyda. Xo'p, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, f(0) demak kub 1 minus f(0) kub 0 o'rniga mana bu yoqdan mana f(0) 0 topib qo'yaman, shu minus f(1) degani. O'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, demak bu natijada plus bo'lib ketdi. f(0) kub 0 teng 54 bo'ladigan bo'lsa, demak bundan f(0) kub 1 qiymati 27 bo'lib qoladi, 2 ga bo'lib yubordik. Demak, f(0) kub 1 qiymati f(0) 1 kubini qiymati aniqroq 3 bo'lib qolar ekan. A shart qiymati, ya'ni aniqroq mana f(0) 1 o'zidagi 3 bo'lib qoldi. A sharti qiymati demak 3 bo'lib qoldi. Endi ikkinchi B shart bilan ishlaymiz.
Xo'p, b shartda ham xuddi mana bu yoqda, masalan, boshida aytganimdek, f x ni differensial ostiga kiritib yuboradigan bo'lsak, ya'ni mana funksiyani differensial ostiga kiritsam, natijada integral 0 dan 1 gacha f 4-darajali x, demak d, xo'p, differensial ichida f x bo'lib qoldi. Mana shuni qiymatini hisoblashimiz kerak ekan. Xo'p, mana bundan 4-darajali, ya'ni x4 taqsim 4 dan hosili integral olgandak, mana shunaqa holatdagidek qilib integral olamiz. Ya'ni natijada nima bo'lib qoladi? Bu f 5 x taqsim mana bu yoqda mana 5 bo'lib qoldi, chegara 0 dan 1 gacha. Xo'p, Newton-Lewis formulasiga ko'ra yuqoridagi chegarani qo'yib, pastdagi chegarani qo'yib, funksiya qiymatlarini ayiramiz. Demak, f 5-darajali f 1 ni 5-si taqsim 5 aniqrog'i minus f 0 ni 5-si taqsim 5 bo'lib qoldi. Buni qiymati. Xo'p, ana endi f mana bu yoqda mana yozib qo'ydim. f 0 o'rniga f minus 1, ya'ni minus f 1 qo'yib yuborsak bo'ladi mana vaziyatda. O'rniga qo'yib yuboramiz. Natijada nima hosil bo'lib qoladi? Demak, bu f 5 1 taqsim f 1 ni 5-si plus mana buni o'rniga mana bu tengligi eltib qo'yadigan bo'lsam, bu ishora plus bo'lib ketadi va bu ham f 1 ni 5-si taqsim 5 bo'lib qoldi. Demak, buni yozishim mumkin ekan. 2 taqsim 5 ko'paytirilgan f 1 ni 5-si ko'rinishida. f 1 ni 5-sini yuqorida a shartda topib qo'ydik, qiymat 3 ga teng bo'lishini. Shuni o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsam, 2 taqsim 5 ko'paytirilgan f 1 o'rniga 3 qo'ysak, bu 3 ni 5-darajasi. 2 taqsim 5 ko'paytirilgan 3 ni 5-darajasi bu 243. Mana bu 2 bilan 243 ko'payadigan bo'lsa, yuqorida 486, maxraj o'zgarishsiz 5 ko'rinishda qoladi. Demak, umumiy holda 5 harfi javobi 486 taqsim 5 ko'rinishda bo'lib qolar ekan. Demak, 40-masalani a sharti va b sharti. Demak, a shartda 3 degan javob, b shartda 486 degan, 486 taqsim 5 degan javob bo'lib qolar ekan. Demak, navbatdagi 41-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, navbatdagi 41-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, bu geometriyaga oid savol ekan. Masala shartida a, b, c, d, e, f muntazam 6 burchagi yuzi 6 ilzosida 3 ga teng bo'lsa, a shartida lm kesma uzunligini toping, b shartida bo'lsa mana bu shtrixlangan sohangizni toping deyilgan. Demak, bu mana bu yoqda yuzasi 6 ilzosida 3 ga teng ekan. Xo'p, birinchi o'rinda 6 burchak, ya'ni muntazam 6 burchagi tomonni topib olaylik. Demak, yuzasidan foydalanib topib olsak bo'ladi. Muntazam 6 burchagining yuzasi 6 ta muntazam 3 burchagining yuzasiga teng. Demak, s barobar 6 ko'paytirilgan a kvadrat ilzosida 3 taqsim 4 deyishimiz mumkin. Shu 6 ilzosida 3 ga teng ekan. Demak, mana bu ilzosida 3 da 6 lar qisqarib ketadigan bo'lsa, aniq qiymati 2 ga teng bo'lib qolar ekan. Bu degani muntazam 6 burchakni tomoni 2 ga teng degani. Mana bu tomonlari 2 ga teng ekan masalan. Demak, bular turaversin. LM kesma uzunligi so'ralgan. Endi e'tibor berishimiz kerak. Nimaga? Mana bu 3 burchak bo'lib turibdi hozir bizlarda. 3 burchak bo'lib turgani uchun, xo'p, mana bu to'g'ri chiziq bu bisektriisa bo'ladi. Ya'ni B to'g'ri chiziq bisektriisa bo'lib turibdi. Ya'ni mana bu yuqoridagi shakl bilan pastdagi shakl teng o'zaro. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, mana bu DM kesma bilan FM kesma o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni balandligi, ya'ni mana masofani teng 2 ga bo'ladi u. Ya'ni ikkita trapeziya teng bo'ldimi, ular balandligi ham teng, oddiy qilib aytganda. Xo'p, bundan nimani aytishimiz mumkin? Mana bu kesmalar teng bo'lgandan keyin bu mana bu o'tib ketgan B to'g'ri chiziq, DF to'g'ri chiziq teng 2 ga bo'lgan bo'lsa, mana bu DA, ya'ni AD to'g'ri chiziqni ham teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni mana ikkita gapimizni umumlashtiradigan bo'lsak, LM kesma mana 3 burchak AFD ni o'rta chizig'i degani bu. Ya'ni mana bu yoqda yozib qo'yaman. LM bu demak 3 burchak AFD ni o'rta chizig'i. Demak, mana masofa 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'rta chiziq nima edi? O'rta chiziq mana buni yarmiga teng bo'lib qoladi.
o'rta chiziq bo'lgani uchun, ya'ni mana bu tomon 2 bo'lsa, buni o'rta chizig'i, ya'ni mana bu uni 1 ga teng bo'lib qoladi. Yarmiga teng bo'lib qoladi, ya'ni. Ya'ni shundan foydalanib aytib ketishimiz mumkin. Demak, A sharti javobi, ya'ni LM kesmani uzunligi 1 ga teng bo'lishini. Ya'ni mana buni yarmiga teng bo'lib qolar ekan. Yoki mana burchakdan foydalanib ko'rsatsa ham bo'ladi. Mana shuni aytib ketishimiz ham mumkin. Xo'p, B shartida shtrixlangan soha uzun toping deyilgan. Muntazam olti burchak bo'lgandan keyin uni bitta ichki burchagi 120 gradus bo'ladi. Xo'p, mana burchaklar demak 60 gradusdan bo'lar ekan bunda. Demak, mana burchak 60 gradusdan bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beramiz. Mana bu burchak jami 120 gradus bo'lsa, mana bu ikkita burchak 30 gradusdan bo'lib qoladi. Ikkalasi ham demak 30 gradus bo'lib qoldi. Xo'p, ana endi e'tibor beraylik. Xo'sh, mana bu tushirilgan kesma bu balandlik. Demak, balandlik bo'lgandan keyin bu kesmani aytishimiz mumkin. Mana bu yog'ini ham 90 deb aytsak bo'ladi. Demak, mana bu ham 120 gradus bo'ladigan bo'lsa bizlarda, hop, buni ham aytishimiz mumkin. Bu yog'i ham 30, mana bu burchak ham 30 gradus bo'lishini. Ya'ni burchakdan ketsa osonroq birmuncha. Demak, mana bu joy 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu joy jami, mana bu joy ham demak 90 gradus bo'lib qoldi. Ya'ni mana bu 120 ni berish kerak jami burchak. Demak, mana bu 60. Xo'p, shunda bu joyimiz 90 bo'lsa, mana bu burchak necha gradus bo'lib qoladi? 30 gradus bo'lib qoladi. 30 gradusga teng bo'lib qoldi. Xo'p, bundan foydalanib aytishimiz mumkin. Demak, mana bu yoq 90 gradus bo'lsa, xo'p, bu yoq ham demak 30 gradus bo'lib qolsa, mana bu joyi ham 30 gradus bo'lib qoldi. Demak, mana bu burchak ham 90 gradus bo'ldi. Endi bu burchak 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu burchak ham 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak ham 30 gradus bo'lib qoladi qiymati. Demak, bu burchak 30 gradus bo'lishini qayoqdan bildim? Burchaklar mana bu 60 gradus, 90 gradus va mana burchak 30 gradus bo'lib turibdi. Bundan foydalanib aytishimiz mumkin, mana bu burchak 60 gradus bo'lishini va shunda mana bu burchak ham 90 gradus bo'lar ekan, va mana bu ham to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qolar ekan. Endi shtrixlangan soha yuzini qanday topishimiz mumkin? Ya'ni mana shu kesimdagi mana uchburchagi, mana kesimdagi uchburchagi shundoq bu tarafa qirqib olaman. Demak, natijada mana bunday, bundoq va mana bunday ko'rinishdagi uchburchak hosil bo'lib qoldi, to'g'ri burchakli uchburchak. Xo'p, shunda mana bu 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, mana bunday bitta mana kesma o'tib ketgan. Bu yoq mana 90 gradus bo'ldi. Mana bu burchak 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana shtrixlangan soha. Masalan, shartda so'ralayotgan. Ya'ni B shartdagi savol. Shuni mana bu yoqdan yozib qo'yaylik. S L M N K so'roq ko'rinishda. Demak, mana bu yog'i A, mana bu yog'i F bo'lsa, bu yog'i D. Shunda mana bu kesmani uzunligi K. Mana bu kesmani uzunligini bu kesmani uzunligini LM dedik. LM. Ya'ni mana bu kesimdagi uchburchak uchun. Demak, bu kesma uzunligi N bo'ldi. Ya'ni uchi. Xo'p, bu yoq 90 bo'lsa, LM kesma uzunligini birligi bor. Mana bu burchak 60 gradusligi bor. Demak, bu 90 bo'lsa, bu ham 90. Mana burchagi 60 gradusligi ham bor. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Bundan foydalanib LD kesmani uzunligini 2 ga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni mana bu jami kesmani uzunligi 2 ga teng bo'lib qoldi. Demak, 2 ga teng bo'lib qolsa, xo'p, bu kesmani 2 ga tengligini aytdik. Ana endi yana nimadan foydalanishimiz mumkin bu joyda? Endi mana bu joy mana 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beraylik. Mana bu 2, ya'ni mana bu uchburchakka qarab oladigan bo'lsak, ya'ni mana bu uchburchakka. Bu joyda mana 90 gradus qarshisidagi katet 2, demak mana bu 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, 30 gradus qarshisidagi katet mana bu burchakda, mana 90 qarshisida 2 turibdi. 30 gradus qarshisidagi katet mana bu 1 ga teng bo'lib qoladi. Demak, mana bu
kesma uzunligi ham 1 ekan. Xo'p, shunda mana bu kesmani uzunligini a desak, keringlar shuni a emas, birorta bir x deb olaylik. Mana bu kesma uzunligi mana 2x bo'ladi shunda. Gipotenzadan 2 marta katta. X qiymatini topa olaman. X kvadrat plus 1 kvadrati 4x kvadrat bo'ladigan bo'lsa 3x kvadratdan 1 x teng 1 taqsim ildiz 3 bo'lib qoldi. Umumiy logikasini tushuntirib ketaman, nima qilishimiz kerakligini. Katta uchburchak yuzasini topaman bir marta va shundan mana bu kichkina uchburchak yuzasini topib ayirib tashlasak, mana bu shtrixlangan sohani yuzasi qoladi. Demak, S uchburchak yuzasi, demak LMD. S LMD uchburchak yuzasi. Xo'p, demak, mana bu taraf 2, bu taraf 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu MD taraf ildiz ostida 3 ga teng bo'lib qoladi. Katetlar ko'paytmasini yarim ildiz ostida 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Ildiz ostida 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 bo'lib qoldi mana shuni yuzasi. Demak, bu yozib qo'y, ildiz ostida 3 taqsim 2. Xo'p, ana endi S mana buni yuzasi. KDN. KDN ni yuzasi. Xo'p, KDN yuzasiga qaraydigan bo'lsak, hozir mana bu katet va mana bu katet. Demak, bu x qiymati 1 taqsim ildiz ostida 3 chiqdi, mana buni qiymati 1. Demak, 1 ko'paytirilgan mana bu yoqda 1 taqsim ildiz ostida 3 taqsim 2. Demak, buni qiymati 1 taqsim 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'lib qoldi. Irratsionallikdan qutqarsak, ildiz ostida 3 taqsim 6 degani bu. Endi mana shu ikkalasini, ikkala chiqqan javobi o'zaro ayirib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni bizlarda SX, ya'ni shtrixlangan sohani yuzi ildiz ostida 3 taqsim 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 6 ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana bunga 3 ta makraj beradigan bo'lsak, bu 2 ildiz ostida 3 taqsim 6, ya'ni ildiz ostida 3 taqsim 3 degan javobga kelib qolamiz. Demak, bu 5 harfli javobi bo'lib qoldi. Mana buni yuzasi umumiy holatda ildiz ostida 3 taqsim 3 ga teng bo'ldi. Demak, A shartda 1, B shartda ildiz ostida 3 taqsim 3 ga teng bo'lib qoldi shtrixlangan soha yuzasi. Navbatdagi 42-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 42-masala. Xo'p, ABCD uchburchakning ABC tomonlariga tushirilgan balandliklar mos ravishda 12, 12,13 dan 12 va 3-balandlik HC 11,5 dan 1 ga teng bo'lsa, demak, A shartida bu uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi, ya'ni kichkina eri toping deyapti va B shartida xo'p, bu uchburchakning yuzini toping, ya'ni SABC uchburchagining yuzini toping deyapti. Xo'p, buni oddiygina mana formulasi bor. Ya'ni formulalarni keltirib chiqarish ham unaqa qiyin emas. Xo'p, ya'ni ichki chizilgan aylana radiusini topishimiz uchun uni, demak, balandlikka bog'liq formulasi xo'p quyidagicha bo'ladi. Demak, mana buni hozir ko'rinishini 1 taqsim r qilib yozsak, 1 taqsim HA, demak, 1 taqsim HB plus, demak, 1 taqsim HC ko'rinishda bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu formula orqali A sharti javobini topishimiz mumkin. Demak, oddiygina mana o'rnak keltirib qo'yadigan bo'lsak, bu yoqda demak r qiymati 3 ga tengligi ko'rinib qoladi. Demak, buni qanday isbotlash mumkin? Ya'ni o'zi ichki chizilgan aylana radiusi mana 2s taqsim p formula bilan topilsa, yoki da mana bu turaversin. H ko'paygan a taqsim 2s ga teng. Ya'ni mana bu joydan xo'p s keltirib, mana bu yerda mana a ni topadigan bo'lsak, 2s taqsim h bo'ladi. Ya'ni mana buni h desak, a ni b ni c ni topib mana bunday o'rniga keltirib qo'ysak, qisqarib ketib mana bu ko'rinishdagi formulasi bo'lib qoladi. Shundan keltirib chiqarishlaringiz mumkin osongina. Xo'p, demak, B shartini ko'radigan bo'lsak, xo'p, 42-masalani mana B shartini ABCD uchburchak yuzini topish kerak edi. Videoni pauza qildik. Ya'ni mana formulaga qo'yib topishlaringiz mumkin. Mana formulaning ko'rinishi juda xunuk. Bundan osonroq yo'li, yana qanaqa yo'li bor desangizlar, gerondan topish mumkin. Geronda ham baribir mana shuncha qilgan ishdek bo'lib qoladi. Ya'ni agar bu formula kimdir yodda bo'lmasa, shu gerondan topgan ma'qulroq. Hozir gerondan ishlaydigan bo'lsa, video cho'zilib ketib qoladi.
bu mana bu hasha bog'lab a ni topib olasizlar. Hasha bog'lab b ni uchta tomonni topib olib, yarim perimetrga qo'yib, bu formulasini ishlasa ham shu s qiymati kelib chiqadi. Demak, mana bu qiymatlari mana buni o'rniga qo'yib chiqib, s qiymatini topadigan bo'lsak, b sharti qiymati 84 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 42-chi masalani a sharti ichki chizilgan aylanma radiusi 3 ga, b sharti bo'lsa 84 ga teng bo'lib qolar ekan. Uchburchak yuzasi. Demak, navbatdagi 43-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, navbatdagi 43-masala mana shart chiqib turadi mana bu yoqda. Xo'p, mana shunaqa mana shaklda bu yoqda ham mana chizib qo'ydim. Xullas, mana rasmda mana bu yuza 10, mana bu yuzacha 1, mana bu yuza 7 bo'lsa va mana bu ikkita bo'yalgan soha bor ekan. A shartiga ko'ra mana shu berilgan shartlar bo'yicha S1 qiymatini topish kerak. Xo'p, buni qanday ishlasak bo'ladi? E'tibor beringlar. Mana bu to'g'ri to'rtburchak deyilgan masala shartida mana bu tarafini A, mana bu tarafini B deb oladigan bo'lsam, hozir mana bu uchburchagi shundoq mana buni balandligini tushiradigan bo'lsak, ya'ni mana bu uzunlik bilan bu uzunlik bir xil. Ya'ni mana buni uzunligini ham B deb olaman. Demak, natijada uchburchak S A B mana bu nuqtani mana Y deb belgilabdi. Ya'ni A, B, Y yuzani topadigan bo'lsak, A, B, Y yuza teng bo'ladi. Mana bu B ko'paygan A ga. B ko'paygan A ga va bu yuza o'z o'rnida mana e'tibor beramiz. Mana bu 1 plus S2 plus 10 ga teng. Demak, 1 plus S2 plus 10 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi mana buni shundoq tushirib oladigan bo'lsam, mana bu masofa A bo'lsa, bu masofa ham xuddi shunaqa A ga teng. Demak, mana buni bundoq qilib mana A qilib qo'ydik. Bu uchburchak yuzini topadigan bo'lsam, ya'ni AHD. S A H D uchburchak yuzasi B ko'paygan A ga teng bu ham. B ko'paygan A ga teng. Demak, buni yuzasini yozadigan bo'lsak, mana S1 plus mana bu yuza S2 plus mana bu 7 ga teng. S1 plus, demak, mana bu yuza S2 plus mana bu 7 ga teng. Xo'p, mana ko'rib turganlaringizdek, bu ham BA, bu ham BA. Demak, chap tomonlar tengligidan o'ng tomonlar tenglik kelib chiqadi. Ya'ni mana bu ikkita narsani tenglashtirib olsak bo'ladi. 1 plus S2 plus 10 teng bo'ldi S1 plus S2 plus 7 ga. S2'lari qisqartirib oladigan bo'lsam, demak, 11 teng S1 plus 7. S1 qiymati bundan 4 ga teng bo'lib qoladi. Demak, A shartda S1 qiymati so'ralgandi. Demak, A sharti javobi S1 teng 4 bo'lib qolar ekan. Endi B shartda bo'lsa, AB ni qiymati 8 va AD ni qiymati 11 bo'lsa, S2 ni qiymatini topishimiz so'ralgan. Xo'p, mana birinchisida o'zi ahamiyati yo'q. Bitta sal kichkina xatolik ketdi. Mana bu yuzingni bet AB taqsim 2 bo'ladi, uchburchak yuzasi bo'lgani uchun. Bu baribir bir xil bo'lgani uchun tenglashtirganda hech qanaqa bir xatolik kelib chiqmaydi. Endi mana 5 shart ishlayotganda buni ahamiyati bor. O'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, 8 demak, A ni o'rnida 8, B ni o'rnida 11 taqsim 2 teng bo'lib qoldi. Demak, bu yoqda 1 plus S2 plus 10 ga. Demak, S2 plus 11 teng bo'ladi. Mana bu yoqda 44 ga. Demak, S2 ni qiymatini topadigan bo'lsak, bu 33 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, shunda A shart qiymati 4 ga teng bo'ldi. B shart qiymati bo'lsa, mana bu yoqda mana yozib qo'yaman, 33. Demak, S2 ni qiymati 33 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, 43-masalaning javobi 433 degan javob bo'lib qoladi. Navbatdagi 44-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, 44-masala. 44-masalada bu yoqda mana 3 ta chizma berilgan ekan. Chizmasini chizib o'tirmadim doskaga. Ya'ni muhimi 3 ta, ya'ni mana shar, silindr va konus berilgan. Ular mana radiuslari o'zaro bir xil bo'lsa va mana bu shart berilgan bo'lsa, ya'ni silindr hajmi shar bilan konus hajmiga teng bo'lsa, A shartida h uzunligi 10 sm ga teng bo'lsa, silindr simon idishga qancha litr suv ketishini topish kerak. B shartda bo'lsa, shar sirt yuzi 144 pi ga teng bo'lsa, silindr hajmini toping degan. Xo'p, birinchi A shartdan boshlasak.
Xo'p, mana bu tenglik bo'yicha yoza olaman. Demak, radiuslari teng, endi balandliklari ham teng ekan. Mana bu silindr bilan konusda. Ya'ni shu h deb bir xil deb shunaqa ko'rsatma berilgan nimada. Ya'ni rasmda shunaqa ko'rinishda berilgan, u teng degani. Demak, silindr hajmi pi r kvadrat h. Xo'p, teng bo'lar ekan. Konus hajmi 1/3 pi r kvadrat h plus shar hajmi 4/3 pi r kub. Demak, xo'sh, bunda pi r kvadratlari qisqartirib oladigan bo'lsak, natijada mana bu yoqda h bo'lib qoldi, bu yoqda 1/3 h bo'lib qoldi. Mana bu joyda 4/3 r bo'lib qoldi. Shuni 3 ga ko'paytirib yuboramiz. 3 ta h teng, demak h plus. Xo'p, mana bu yoqda 4 ta r bo'ladigan bo'lsa, bundan 2 h teng, demak 2 r 2 h teng 4 ta r bo'ladigan bo'lsa, h qiymati bundan 2 r bo'lib qoladi. Endi oddiygina 2 r bo'lib qoldi. H 2 r tenglik chiqib qoldi. Endi a sharti bajaradigan bo'lsak, h teng 10 sm ga, agar h qiymati 10 sm ga teng bo'lsa, silindr simon idishga necha litr suv ketadi? Demak, silindr simon idishga necha litr suv ketadi desa, uni hajmi so'ralyapti. Hajmini topaman. Hajm v barobar pi r kvadrat h ga teng. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, pi ko'paytirilgan r kvadrat. Xo'p, h demak 10 deb aytgan ekan shartimizda. A shartda bu 2r ham teng bo'ladigan bo'lsa, r qiymati 5 bo'lib qolar ekan natijada. Demak, r kvadrat shunday 25, h qiymati bo'lsa 10. Endi masala shartida ichkarida, hozir bu yoqda avtorda sal xatolik ketibdi. Masala shartida asosiy, ya'ni millisertifikat imtihonida pi ni qiymatini 3 deb oling deyilgan-di. Adashmasam, bunda hozir berilmagan masala shartida pi ni qiymatini 3 deb olib ketamiz. Demak, shunda bu 750, hozir demak e'tibor beramiz. A shartida, masalan, shartiga e'tibor bersangiz, h teng 10, mana bu yoqdan yozib qo'yaman, h teng 10 santimetrda berilgan. Bu degan mana bu 750 santimetr kubda chiqdi. Masala shartida necha litr suv ketadi degan. Endi mana bu shunaqa tenglik bor. 1 metr kub 1 litr hajm, ya'ni 1 detsimetr kub 1 litr hajmga teng. Ya'ni mana buni santimetr kubda chiqqani uchun detsimetr kubga o'tib olishimiz kerak birinchi. Ya'ni mana 1 detsimetr o'zi 10 santimetr bo'ladigan bo'lsa, bu kub bo'lgani uchun ikkala tarafini demak kubga oshiradigan bo'lsak, xo'p, shunda 1 detsimetr kub demak 1000 santimetr kubga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bu degani 1 litrga teng degan. Mana shu tenglikdan foydalanamiz. Demak, hozir bizlarda v ni qiymati mana bu yoqda 750 santimetr kub chiqib qoldi. Demak, buni litr o'tkazib oladigan bo'lsak, 1000 ga bo'lamiz, 0.75 litr. Demak, hajm 0.75 litr bo'lib qolar ekan. Ya'ni mana A masalan sharti 0.75 chiqdi. Endi B shartda shar sirt yuzi 144 pi ga teng bo'lsa, silindrning hajmini toping. Demak, B shart. Shar sirt yuzi, demak, sirt yuzi aniqrog'i 4 ta pi r kvadratga teng. Va bu masala shartiga ko'ra 144 pi deyilgan. Pilari mana bunday qisqartirib oladigan bo'lsak, 4 da bo'lib olsam, r kvadrat teng 36, r qiymati 6 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bu shari radius 6 degani. Shar radius 6 bo'lsa, silindri ham radius teng. Va mana dastlabki shartga qarasak, uchalasi teng deyilgan shartga ko'ra. Endi demak, silindr hajmini hisoblaymiz. Silindr hajmi v barobar pi r kvadrat h. Endi bunda h qiymatini 10 deb olib keta olmaymiz, chunki bu boshqa shart. Mana bu yoqda h teng 2 ta r chiqqandi. Demak, h teng 2 ta r bo'lsa, h teng 2 ko'paytirilgan, demak, radius 6 bo'lsa 12 bo'lib qolar ekan. Demak, pi ni o'rniga 3 qo'yib yuboramiz. R o'rniga 6 ni qo'yaman, 6 ni kvadrat ko'paytirilgan mana buni o'rniga 12 ni qo'yadigan bo'lsak, natijada demak, mana bu hozir 6 ni kvadrati bo'ldi. Silindr hajmi so'ralgan bo'lsa,
Xo'p, bu 36 kara 36. Ya'ni 36 ning kvadrati 1296 ga teng bo'lib qoladi silindr hajmi. Shunda demak, A shart 0,75 litr, A B shart bo'lsa 1296 degan javob bo'lib qolar ekan 44-masalada. Xo'p, endi demak, oxirgi masalaga yetib keldik, ya'ni 45-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 45-masala. 45-masalada rasmda ko'rsatilgan doira bir-biriga nisbatda katta va kichik fonogram sektorlar ajratilgan bo'lsa, keyin mana kichik sektordan birinchi konus shaklidagi stakan yasalgan, kattasidan bo'lsa mana bu ikkinchi stakan yasalgan bo'lsa, birinchi shartda mana bu birinchi stakan hajmini ikkinchi stakan hajmiga nisbatini topshirilgan, ikkinchi shartda bo'lsa shular ichki ishitilgan shart hajmlar nisbatini toping deyilgan. İkinci şartda. Xo'p, demak, boshlasak birinchi. Masala shartida mana bu yoy uzunligi L bo'lsa, bu yoy uzunligi 2L'ga aytib o'tilgan, ya'ni 1 nisbatda deyilgan. Shunda demak, opchi aylanani oladigan bo'lsak 3L bo'ladi. Demak, opchi aylana 3L bo'ladigan bo'lsa, buni uzunligi radiusi R bo'lganda 2πr ga teng. Demak, bundan L topadigan bo'lsak 2πr taqsim 3 bo'lib qoladi. Demak, mana bundan hozir birinchi konus yasalgan bo'lsa, mana bu L bu konusi asosi bo'lib qoladi. Demak, buni asosini, radiusini birorta bir nima deb oladigan bo'lsak, bu yoqni R1 deb olsak, shundan mana bu yasovchisi R ga teng, bunday demak, yasovchisi R ga teng faqat. Demak, buni balandliklari har xil bo'ladi bu ikkalasini ham. Mana buni radiusini R2 deymiz. Mana bu demak R2. Xo'p, bu yoq 90 bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi mana bu konusi asosining uzunligi demak 2πr1, ikkinchi konus asosining uzunligi 2πr2 bo'lsa, xo'p, L deb olgandik mana bunisini, demak, shuni L1 deb qo'yaman. Ya'ni L1 birinchi bu. Ya'ni birinchi konus asosining uzunligi. Demak, bu 2πr taqsim 3 mana bunga tenglashtirib oladigan bo'lsa, 2πr1 ga 2πlar qisqarib ketadigan bo'lsa, R1 qiymat. Ya'ni birinchi mana bu kichkina sektordan yasalgan konus radiusi R taqsim 3 bo'lib qolar ekan. Endi mana bu katta sektordan yasalgan mana bu ikkinchi konus radiusini topadigan bo'lsak, buni uzunligi birinchisidan 2 marta katta edi. Shuning uchun mana buni L2 ning uzunligini bundan 2 marta katta bo'lgani uchun 4 ta πr taqsim 3 deb olamiz. Va shuni tenglashtiramiz mana bunga. Ya'ni buni asosining uzunligiga 2πr2 ga 2πlar qisqarib ketadigan bo'lsa, endi bu radiusi tabiiyki bundan mana bu birinchidan 2 marta katta bo'ladi. Demak, R2 ning qiymatini topadigan bo'lsak, 2r taqsim 3 bo'lib qoldi. Xo'p, ana endi mana buni h1 deb oladigan bo'lsak, xo'p, mana bunisi h2 bo'lib qoladi. Shunda demak, mana buni radiusi 2r taqsim 3 chiqdi. 2r taqsim 3. Demak, mana bu radius bo'lsa, r taqsim 3 ga teng bo'lib qoldi. Demak, A sharti to'xtalamiz. Demak, birinchi A sharti, masalan, A sharti birinchi stakan hajmi, ikkinchi stakan hajmi, ya'ni B1 taqsim B2 so'ralgan. Birinchi stakan hajmi, demak, birinchi konus hajmi 1 taqsim 3 pi, demak, R kvadrat h bo'ladigan bo'lsa, konus hajmi demak pi R1 kvadrat, demak h1 qo'yamiz, mana buni kichkinada yozib olaylik. Pi R1 kvadrat taqsim 1 taqsim 3 pi R2 kvadrat taqsim h2. Xo'p, ana endi hni topib o'rniga keltirib qo'ysak, deyarli h shartini javob chiqdi degani. Demak, mana bundan h topadigan bo'lsak, demak, bu yoq R taqsim 3, mana bu yoq R bo'ladigan bo'lsa, xo'p, shundan mana bu tarafi h1 teng ilzosda 3r taqsim 2 bo'lib qolar ekan. h2 bo'lsa, demak, mana bu yog'i R bo'ladigan bo'lsa, bu yoq 2r taqsim 3 bo'lsa, demak, bu. Shunda hozir ildiz ostida R kvadrat minus 4 ta R kvadrat taqsim 9 bo'lsa, ildiz ostida 5r taqsim 3 bo'lib qolar ekan.
Xo'p, mana buni bu 3 bo'lib qoladi mana bu. Mana radisda xato qilib ketdi yozinglar. Ya'ni demak h1 shunda r kvadrat minus r taqsim 3 kvadrat. Xo'p, natijada bu demak r kvadrat taqsim 9 bo'ladigan bo'lsa, 2 ilzosida 2 r taqsim 3 ekan. Aniqroq. Bunisi bo'lsa ilzosida 5 r taqsim 3 bo'lib qoldi, buni ham qo'yamiz mana. Joy. Demak, bir taqsim 3 bilan qisqartirib olsam bo'ladi. R1 kvadrat. R1 qiymati mana bu yoqda topdik ikkalasini. R kvadrat taqsim 3 edi. Demak, R kvadrat taqsim 9 bo'lib qoldi. H1 qiymati bo'lsa 2 ilzosida 2 R taqsim 3 ga teng. Xo'p, maxrajda R2 kvadrat desa demak, R2 o'rniga mana buni keltirib qo'yamiz. Natijada 4 ta R kvadrat taqsim 9 ko'paytirilgan. H2 ni qiymati mana bu. Ilzosida 5 ta R taqsim 3. Demak, R kvadratlar va R'lar o'zaro qisqarib ketadigan bo'lsa, 9 bilan shularni ham qisqartirib oladigan bo'lsak, natijada yuqorida 2 ilzosida 2 taqsim maxrajda 4 ilzosida 5 oldi. 2 demak, irratsionallikdan qutqarib oladigan bo'lsak, bu ilzosida 10 taqsim demak. Xo'p, yuqori ilzosida 10 bo'lsa, maxraj 2 kara 5. Demak, shu 10 bo'lib qoladi. Bitta yozib ketaveramiz, yana 10 bo'lib qoldi. Demak, A sharti javobi ilzosida 10 taqsim 10 bo'lib qoldi. Xo'p, B shartida birinchi konusga chizilgan shar hajmi, ikkinchi konusga chizilgan shar hajmiga nisbat so'ralgan. O'zi aslida ikkinchi smenada ikkinchi, ya'ni mana B shartida radiuslar nisbat so'ralgandi. Ya'ni ichki chizilgan shar radiuslar nisbatini topish kerakdi. Ya'ni u degani mana bu yoqda mana chizib qo'ydim. Bunga, ya'ni konusga ichki shar chizildi desa, bu shuni, ya'ni o'q kesimiga aylanib chizildi degan bo'lib qoladi. Ya'ni shunda mana R1 taqsim R2 ni qiymatini mana bunga mana 2s1 taqsim p taqsim 2s2 taqsim p2 formula orqali, ya'ni 2s taqsim p formula orqali topishimiz mumkin. Ya'ni ichki chizilgan aylana radiusi. Shularni mana topib nisbat olib qo'yadigan bo'lsak, ikkinchisining javobi ilzosida 10 taqsim 4 degan qiymatga teng bo'lar ekan. Demak, hisobdan o'zlaringiz qoldirdim. Demak, shunda 45-masalani A shartida javob ilzosida 10 taqsim 10, B shartida bo'lsa ilzosida 10 taqsim 4 chiqib qolar ekan. Demak, mana bu B shartini qo'yamiz. 45 ta savol ichida agarda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, bu uchun alohida uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.